Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Tadbirkorlik, raqobatni rivojlantirish va sanoat qo'mitasining 2025-yilda amalga oshirilgan ishlarni sarhisobi bo'lib o'tdi. 2025-yil davomida bizning qo'mitamizga 13 ta qonun loyihasi kelib tushdi. Shundan 11tasi bu qurilish sohasi, energetika sohasi, zargarlik sohasi, aksiyadorlik jamiyatlariga taalluqli, avtomobil xizmatlarini ko'rsatish, avtomobil yo'llariga taalluqli bir qator juda dolzarb masalalarga oid qonun loyihalarini biz ko'rib chiqish uchun Oliy Majlis Senatiga yuborganmiz. Yana shu bilan birga ikkita qonun loyihasi bu zargarlik faoliyatini rivojlantirish, zargarlik mahsulotlarining eksportiga ko'maklashish bo'yicha qonun loyihasi hozirgi kunda ikkinchi o'qishga tayyorlanmoqda. Shu bilan birga qo'mitamiz tomonidan 20 ga yaqin o'sha nazorat tahlil tadbirlari amalga oshirilgan. Bu O'zbekistonga kiritilgan yirik investitsiyalarning hududlarida amalga oshirilishi, o'zlashtirilishi, shu jumladan gidroenergetika sohasida, suv bilan ta'minlash sohasida, suv oqova tizimida, undan tashqari qurilish sohasidagi standartlarni, xavfsizlik talablarini bajarishga oid, investitsiya sohasida, investitsiya loyihalarini hududlarda sho'rlar yaratish borasida turli yo'nalishlarda nazorat tartib o'rganishlari o'tkazildi va bu bo'yicha 15 ga yaqin so'rovlar hukumatga, vazirliklarga yuborilgan. Shu barcha qonun loyihalarini 600 ga yaqin qo'shimcha o'zgartirishlar kiritganmiz. Shu jumladan 180 tasi bu aholimiz, tadbirkorlarimizning manfaatlarini inobatga olgan holda takomillashtirganmiz. Shu bilan birga biz qo'mitamiz tadbirkorlar bilan hamkorlikda, eng yetakchi kompaniyalar bilan hamkorlikda uchrashuvlar, davra suhbatlari o'tkazamiz. Har bir soha bo'yicha eng yetakchi olimlar, ekspertlarni ham o'zimizga jamoatchilik kengashi tashkil qilganmiz. Bundan tashqari eng yetakchi ilmiy tadqiqot muassasalari, aqliy markazlar bilan ham hamkorlik memorandumlari o'rnatganmiz. Bu esa mana shu qonunchilikda kiritilayotgan o'zgarishlarni eng zamonaviy ilmiy asoslangan ilg'or tajribalardan foydalangan holda kiritishga bizga qo'l kelmoqda.